Dostlar, assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchi yurtdoshlar, Qoratepada 235 kvadratli tunaka qo'yishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mana shogirdimiz. Qadrdonlar, yana bir xonadonimiz tunaka qo'yishi Asakani Qoratepasida o'z nihoyasiga yetyapti. Darvozamiz tepasi karnizimiz qolgan. Ko'cha tomon shapkamiz, ichkari tomonda bitta ayvonimiz va ikkinchi etajini polni shapkalari bo'lyapti. Bu xonadonimizning ofshi hisobi 235 kvadrat tunaka ishlatganmiz. 275 kvadrat tunaka qayerlar bo'lganini sizlarga ko'rsatib o'taman. Fasadga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Chiroyli yangi 2026-yilda shunaqa ko'rinishda fasadimiz chiqibdi, xudo xolasa. Shu fasad bilan tunaka fonimiz ham o'ta go'zal, mo'tadil bo'ladi. Ichkari tomonlarni ham hozir video davomida ko'rib tursanglar, ichkari tomonlarni ham ko'rsatib o'taman. Bu xonadonimiz 2026-yil 5-avgustda mana xudo xolasa o'z nihoyasiga yetyapti. Bugungi sanamiz 5-avgust sanasida turibmiz. Ko'cha tomon shapkamizni mana kvadratini misol hisoblab o'zingiz uchun uyingiz necha joylari bo'lsa, mana video davomida hamma yoqda aytib o'taman. Mesela metrini, uzunligini, fasoni shunaqa ko'rinishda degan gaplardan misol kvadratini chiqarib olaverasizda. Mana bu xonadonimizning ko'cha tomonining shapkasi uzunligi 14,5 metr, eniga 60 santimetrlik shapkamiz. Shunaqa ko'rinishda fason bo'lgan ko'cha tomonimiz bu. Hozir sizlarga ichkari tomonini ham ko'rsatib o'taman. Bu yerimizda bu joyimiz astik bo'lib, nari tomongacha ulanadi, tugaydi xudo xolasa. O'z shu turishi ham go'zal turibdi. Va fasadlarimi va ichkari tomonimizga kirganimizda ikkinchi etajimiz aylanasiga 70 santimetrlik 50 metr joyimiz bor. Shunaqa ko'rinishda qilib berganmiz. Bu joyimiz ham ich tomoni 120 ga 2 metrlik shunaqa koridorchasi bor. Kazirogda ichki tomoni. Bu joyimiz ham mana shu kvadratimiz ichiga kiradi. Narigi tomonimiz ham bo'lgan 70 santimetr, narigi yonbosh tomon, orqa tomoni aylanasiga bu joyimiz 50 metr bo'lgan joyimiz 70 santimetrlik. Xonadonimizning tarnovi faqat ko'cha tomonga qo'yilgan. Va bu joyimiz 18,5 metrimiz, 18,5 metr, 1.5 lik shapka karnizda orqa tomonidan duolgacha bo'lgan joyimiz. Ko'riblarimiz ham shunaqa ko'rinishda, chiroyli holatda Rim stoykalarimizga o'tirgan holatini shunaqa ko'rinishda qilib berganmiz va ayvonimiz bor. Ayvonimiz ham 18,5 metrga 3.40lik ayvonimiz. Uni ham hozir alohida ko'rsatib o'taman. Ikkinchi etajimizning yonbosh tomoni. Bu joylarimiz ham bo'lgan. Keyin narigi tomoni bilan mana orqa tomoni ham bor. Endi bu joylarimizda manaqa narsalar bor. Sizlarga endi ko'rsatamayman. Bu tomonimiz ofshi uzunligi, buni aylanasiga ikkinchi etajimiz 50 metr, 70 santimetrlik shapkamiz. 235 kvadrat ichida bu ikki etajimiz, ko'cha tomonimiz, bu shapkamiz va bu ayvonimiz ham bor. Ayvonimiz uzunligi 18,5 metr uzunligi, 3.40lik ayvonimiz shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Bu yerimiz manaqa haligi hozirgi zamonda qilinayotgan tandirlar, manaqa ko'lalar, o'choqlar, umumanli shunaqa ko'rinishda. Joyimiz shunaqa ochiq ayvon ekan, bu joyga so'rilar qo'yiladi, xudo xolasa chiroyli holatda bo'ladi. Bu joyimiz ham perikos joyimiz bor, perikosimizni shunaqa ko'rinishda qilib berganmiz, ko'rib ulab olganmiz. Bu yerda alohida boshqacha varianti menimcha yo'q bo'lsa kerak, mana shu variantini ma'qul ko'rganmiz. Bu ayvonimiz. Xonadonimiz Asakani Qoratepasida joylashgan. Xizmatimiz vodiy bo'ylab, xudo xolasa 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajati ichida qilib beramiz. Masofani farqi yo'q, listimizda fasonni ham farqi yo'q. Qanaqa fason bo'lishidan qat'iy nazar bir xilda summa bo'laveradi. Faqat palma fasonimiz ozgina qimmatroq bo'ladi. Masofani farqi yo'q, 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajati ichida qilib beramiz. Faqat tarnovimizdan tashqari. Tarnovimiz alohida bo'ladi. Manaqa lampochkalar bo'lsa, olib bersanglar, shinuri bilan lampani olib bersanglar, qo'yib beramiz. Unga xizmat olmaymiz, nechta bo'lsa.
Qolgan narsalari mana shu holatda ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, lampochkalarni olib bergan, bu plafonlarini shu ko'rinish tunakka ketgan joyi necha kvadrat bo'lsa, 120 dan 140 ming so'mgacha qilib bergan holatimiz, qilib bergan joyimiz. Bu joyimizga 04 listimizdan ishlatganmiz. 235 kvadrat tunaka ko'riplari bilan birgalikda bo'lgan, ikkinchi etaj, ko'cha tomon, ayvonimiz, xullas hammasi bo'lib 235 kvadrat tunaka ishlatganmiz va bu xonadonimizning общий kvadrati 235 kvadrat bo'lgan. Summasiga kelsak, tarnovi bilan birga ko'chaga tarnov ham qo'yib berganmiz. Tarnovi bilan birgalikda bu yerimiz 33 million 200 ming so'mga tayyor bo'lgan xonadonimiz. 33 million 200 ming so'mga hamma yo'g'i bo'lgan. Bu ko'rinishda shu hamma yo'q tunaka bo'lyapti. Ikkinchi etajimiz polniy aylanasiga bo'lyapti. Kaziroga, ikkinchi etajli kaziroga ichki tomoni ham bo'lyapti va ko'cha tomonimiz ham bo'lyapti. Hammasi bo'lib 33 million 200 ming so'mga tayyor bo'lgan xonadonimiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa siz ham xonadoningizga 2026-yilga yangi fasonlarimizdan qilib beramiz. Xonadoningizga tunaka fon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Nomerlarimiz o'chmaydi. Telegram, WhatsApp hamma yo'q bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.